Dadasi, kecha ukangiz $200 qarz so'ramoqchi ekanlar sizdan. O'ziga aytgani xijolat bo'lyapti. Jigarimga ber, ukamga ber, ishlarini bitirib olsin. Keyin mayli, keyinchalik to'lar. Ber jigarimga. Kecha ukam gaz ballonga $100 so'rasa bermadingiz-a, dadasi? Men ukangga gaz balloniga nima uchun pul berishim kerak ekan? Ha? Gaz ballon unikimi? Mashina unikimi? Gaz ballonni o'zi hal qilsin. Men nima berishim kerak ekan? Ana ko'chaga chiqsa, kreditga ham yoki bo'lib to'lashga ham gaz ballonni berishadi. O'zi to'lasin. Ha, u ham meni jigarim-u? Jigaring bo'lsa, o'zingni jigaringdan bergin. Meni jigarimni aralashtirmagin. Shunaqami? Shunaqa. Bo'pti-da, yaxshi boring. Rahmat. Dadasi, mana ukangiz keldilar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Dadasi, o'sha qarzni berib boryapman ukangizga. Ha, jigarim keldimi? Ukam mendan senga qarz. Qarz emas. Rahmat aka, rahmat. Hay, dadasi, mani ukam ham keldi, dadasi, unga ham. Assalomu alaykum, pochcha. Yaxshimisiz? Mana ukangiz bormi? Menga ham qarz emas. Kasbingiz yarashibdimi? Sizga kichkina qo'ygan ekan, berib yubordi opam, ha? Mana yana bitta kasbingiz bor ekan, ukangizga solmay buni olib ketaman. Ishxonalarga zo'rda. Kiyaman-ku kasbimlarda. Yaxshiyam sizda pochchasi bor, dadasi. Addishi. Voy jigarim. Pul jigardan bo'ladi degan rost ekan. Doktorlar jigar og'rimaydi deydi. Lekin qaynokunga pul bersang, jigari olib bor ekan. Voy jigarim.